Biz Revit dasturiga kirganimizda birinchi bo'lib aynan shu oyna ochiladi va bu bizda ikki qismga bo'linadi. Последний fayl va bizda открыть создать bo'limi va pastki qismida последний fayl va Autodesk Docs degan fayl bor. Bularni hozir sizlarga to'liq qilib tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib chap tarafdagi oynamizdan boshlaymiz. Chap tarafda bizda открыть tugmasini bosamiz. Model va semestr qismlarga bo'lingan. Model qismi bu bizda model nimaligini tushuntirib beraman. Model bizda ishlaydigan fayllarimiz, misol uchun render qilish uchun ishlatishimiz mumkin. Faylimizni yoki ishchi chizma uchun ishlatishimiz mumkin. Aynan o'sha holatlar uchun ishlatiladigan fayllarni открыть qilishimiz mumkin yoki создать qilishimiz mumkin. Создать qilinganda har doim Revit shablon orqali ishlaydi. Shablonsiz ishlash ancha murakkab bo'ladi. Bu qismida fayl shablon degan qismini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda knopkasi bor va bu knopkani bosadigan bo'lsam, Autodesk kompaniyasi o'zi Autodesk Revit dasturida ishlovchilar uchun bir nechta shablonlarni stok holatda tayyorlab qo'ygan. Lekin biz darsimiz davomida bu shablonlardan foydalanmaymiz. Kerakli shablonlarni silkada o'z vaqtida qoldirib ketaman. Xo'p, bizda endi создать новый degan qismi bor. создать новый degan qismida bizda proyekt turibdi, shablon turibdi. Ikkalasini farqini tushuntirib beraman. создать новый proyekt bor va shablon bor. Agar biz proyekt qiladigan bo'lsak, biz o'zimiz ishlamoqchi bo'lgan chizmamizni aynan shu proyekt, ya'ni shu galchka turgan holatida ochib ishlashimiz kerak bo'ladi. Agar biz firmamiz uchun shablon ishlayotgan bo'lsak yoki oldin ishlangan shablonni kuchaytirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, aynan shablon proyekt qilib turib, OK tugmasi bosiladi. Xo'p, ana endi bizda semestr открыть tugmasini bosamiz. Bu semestr Revit faylda ishlatiladigan oyla, ya'ni semestr degani bir nechta parametrlarni o'z ichiga oladigan qanaqadir aynan xuddi shunaqa kichkinagina model. Bu modelni men parametritskiy, ya'ni bir nechta parametrlar bilan o'z xususiyatini o'zgartirish imkonini beruvchi obyekt desa bo'ladi. Va bu obyektimiz umumiy parametrlarning yig'indisi hisoblangani uchun, misol uchun aytaman, uni materiallar rasxodi, razmerlari va boshqa yo'nalishlar bo'yicha ishlaydigan funksiyalari yig'indisi semestr qilib Revitga kiritilgan. Va biz bundan ma'lumki, bizda semestrimiz bo'ladigan bo'lsa, uni открыть qilib ochishimiz mumkin o'zimizga kerakli fayldan yoki создать qilib turib, o'zimizga kerakli semestrni ishlab chiqishimiz mumkin. Va shuni tushuntirib o'tib ketaman. Misol uchun 3D Max'da model yasaladi yoki shunga o'xshaydigan programmalarda model yasaladi. Aynan shunga o'xshaydigan modellarni, misol uchun eshik, oyna va boshqa modellarni aynan создать semestr orqali yasaladi va bu yerda har bittasini o'zini kategoriyasi bor. Ko'rishimiz mumkin. Anturaj, balyasina, misol uchun game plan bo'yicha ishlatiladigan modellarimiz, misol uchun dver, vitraj, dver, misol uchun kolonna, mebel, har bittasini o'zini kategoriyasi bor. Ya'ni sodda qilib tushuntirganda, AutoCADda blokda o'zini sloyga solib qo'yamiz. Bu Revit dasturida sloyga solish degan narsa yo'q, faqat o'zini kategoriyasini belgilab qo'yishimiz kerak yoki bo'lmasa o'sha belgilangan semestr orqali создать qilib uni ishlab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi последний fayl oynasiga keldik. Последний fayl bizda model va semestr. Bundan ma'lumki, bizda model oynamizda oxirgi kirgan fayllarimiz aynan shu model oynasida ko'rinadi. Misol uchun, kecha Revit faylimni, qaysidir loyihamni sahransiz qilib chiqib ketdim va bugun ertalab kiradigan bo'lsam, menda model oynasida chiqadi. Ya'ni xuddi shu joyda chiqadi. Semestr ham xuddi shunaqa ishlash prinsipi. 1 soat oldin qaysidir modelimni создать qilib ishladim va faylimga olib kirdim va umumiy Revitga kirganimda aynan bu joyda bizda последний kirilgan semestrni ko'rsatadi. Ya'ni создать orqali qilingan modellarni.